Shu ertalabdan uyg'onib oldinglar. Men uxlamayapman. Men uxlamasam siz ham uxlamaysizlarmi? Ha, Salim. Kızım. Ha, Salim. Mantıklı sarım değil mi plastır? Yok Salim de uxlasın. Ama tamam. Assalomu alaykum. Bu yoqqa qarash kerak edi. Birinchi kunimizni boshladik bo'lmasa. Kamerani uzoqroq qo'yadigan odam yo'q, xullas. Birinchi kun tushunasizlar. Xullas, bilmayman. To'g'onga o'xshab azochka qilaman deyman, lekin azochkasiz shunday qo'yganim yaxshi. Xullas, bugun birinchi kun vlog olishimga. Men qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Aniq chiqadi. Zuhrada qoldiringlar. Nimagadir bu yoqqa qarayapman, chunki o'rganib qolibman. Telefonimni mamlaqasiga qo'ydim, kamera bu yoqda. Xullas, shunaqa gaplar. Xullas, bolalarni adasi olib ketdilar. Men esa hozir taksini kutyapman va yo'lga chiqamiz, xudo xolisa Londonga qarab. Приключенияsiz bo'lmaydi. Ozgina kech qolyapman. Soat 9:13, soat 9:15 da avtobus yurib ketadi. Hech kim yo'q. Massa. Joyda ham qadar aqlli gap aytsam bo'lar edi, lekin aqlli gaplar kelmayapti. O'zi hayotda juda ham unoq odamman. Kulib yuraman va meni eng zo'r bitta xarakterimni aytib o'tib ketmoqchiman. Tez esimdan chiqaraman. Odamlar bilan xafa bo'lib urushib qolsam, nimadir bo'lsa, esimdan agar arzimagan narsa bo'lsa, barcha esimdan chiqib ketadi. 2-3 kundan keyin eslolmayman, nima uchun urishganimni. Bu
bu yaxshi odat deb o'ylayman. Sizlarga ham shu narsani tavsiya qilaman, chunki yashash osonroq bo'ladi. Hozir 20 minutda Londonda bo'laman, xudo xohlasa. Keyin sizlarga Londonni ko'rsatishga harakat qilaman. Qayerlarga borishimni xohlaysiz, qayerlarni ko'rsatay sizlarga? Albatta yozib qoldiringlar. Harakat qilaman o'qib chiqishga. To the Northern Line train via Charing Cross, Kensington and Kennington. Metrodan tushdik. Londonga kelsangiz, albatta mashhur London Undergroundga tushib ko'rishni unutmang. Bu metro dunyodagi eng qadimiy metro hisoblanadi va u 1863-yilda ishga tushirilgan. Shundan buyon London hayotining ajralmas qismiga aylangan. Bugungi kunda London metrosi 400 kilometrdan ortiq yo'lga ega bo'lib, shahar markazi va chekka hududlarni bir-biri bilan bog'lab turadi. Har kuni millionlab odamlar aynan shu metro orqali ishga, o'qishga va sayohatga yo'l oladi. London Underground nafaqat qulay transport vositasi, balki o'zining mashhur xaritasi, dizayni va tarixiy bekatlari bilan shahar madaniyati va ruhini aks ettiradi. Shu sababli Londonni his qilishning eng yaxshi usullaridan biri aynan shu metrodandir. Yomg'ir Londonda. Ikkinchi lokatsiyamiz esa National Gallery'ga albatta boring. Bu mashhur san'at galereyasi shahar markazida Trafalgar Square'da joylashgan. Trafalgar Square Londonning eng taniqli maydonlaridan biri bo'lib, bu yerda Nelson ustuni, haykallar va doim gavjum muhitni ko'rish mumkin. National Gallery esa Rembrandt, Van Gogh, Turner va boshqa mashhur rassomlarning bebaho asarlari bilan mashhur. Bu joy shunchaki muzey emas, balki san'at, tarix va madaniyatni bir joyda his qilish imkonini beradigan maskan. Galleryga kirib, turli davrlarga oid asarlarni tomosha qilasiz va Londonning boy madaniy merosi bilan yaqindan tanishasiz. Shu sababli National Gallery va Trafalgar Square London ruhini his qilish uchun eng yaxshi joylardan biridir. Bolalarni olib kelishadi, bog'chalardan olib kelishadi, soprovождать qilib ko'rsatishadi. Kelsanglar, xudo xohlasa mana shunaqa joylarda rasmga tushasizlar. Shunaqa yomg'ir, lekin Londonga keladigan bo'lsangiz, albatta zontingiz yoningizda bo'lsin. Qaranglar, ana Big Ben. Ozgina tuman ham havo. Niyat qilganlarga albattaki kelish nasib qilsin. Hozir National Gallery'ga keldim. Hozir sizlarga ozgina undan obzor ko'rsatishga harakat qilaman. Qilib oldik. Sizlar kirishlaringiz bilan shunaqa kofe yoki muzeyda aylanib nimadir yeyishlaringiz uchun har xil narsalar olsangizlar bo'ladi. Talik uchun mana bunaqa narsalar ham olsangizlar bo'ladi sotib olish uchun. Bor ekan mana kitoblar, bemalol. Bu yerda esa mana qaysi etajda nima borligi har bir etajda ko'rsatilgan. Har bir detallargacha ahamiyat berishgan, qaranglar. Patologlarning chiroyligini hattoki. Har bir xonani, har bir burchakni o'zini tarixi bor. Har bir burchakning o'z tarixi bor albatta.
magazinlarni shunaqa taxlashadiki, xuddi o'tgan zamonga tushib qolgandek bo'lasiz. Garri Potter mamlakatiga deymi? So 3, 4. Tengam. Ha. Londondagi M&M's World dunyodagi eng mashhur katta M&M's do'koni. U Leicester Square'da joylashgan va 4 qavatdan iborat. Bu yerda turli rang-barang tamdagi M&M's shokoladlari, esdalik sovg'alari hamda qiziqarli interaktiv zonalarni topishingiz mumkin. Rang-barang muhit va shirin hidlar bu joyni bolalar ham, kattalar ham yaxshi ko'radigan maskanga aylantirgan. Har xilini olsangizda bo'ladi. Bemalol. Hattoki paketga sovg'alib bemalol yeb aylansangizda bo'ladi. Bu hisoblanmaydi, ya'ni o'sha oxirida kassaga yetgan pulus hisoblanadi. Kattasi mana 23 so'm. Mana shu to'g'risida 23 so'm to'laysiz. Bu 19. Bu 15 so'm. И paketikda xohlaganlar chiqsalar. Yostiqlaridan kiyimlarigacha. Текстно? Yoki fotomi? Если хочешь фото. Прикольно, по-моему, фото, нет? Mana Ana xohlaganlarcha ismlarni yozsangizda bo'ladi. Va magazinni qarab. Shaxsiy o'zlaringiz ismlar bilan chiqadi. Mamlakatga kelasizda, pulini to'laysiz. Ismlar alohida. Oh, thank you. Ну-ка, Ruxshona. прикольно. Qale? Zo'rmi? Bemalol aylanib, mazza qilib. Buni ko'rsak. Bir kunimizdan MMD'dan chiqqandan keyin to'g'risi o'tsizlar Chinatown bor. Mana. Londonga kelib xafa bo'lmang Xitoyga bormadim deb. Chunki bu yerda xitoyliklarni Chinatownda albatta topishingiz mumkin. U Leicester Square va sohil yaqinida joylashgan. Qizil chiroqlar, milliy bezaklar va rang-barang ko'chalar bu yerga kirishingiz bilan haqiqiy Xitoy muhitiga olib kiradi. Hududda mazali taomlarni, jonli muhit va chiroyli manzaralar bilan mashhur bo'lib, sayr qilish va suratga tushish uchun
qulay joy hisoblanadi. Hamma joyda topsangizlar bo'ladi. Yomg'irga qaramasdan odamlar shunaqa yuradi. Yomg'ir deb ko'chaga chiqmaslik ham kerak emas, yurish kerak. Hayot davom etmoqda, yomg'ir bilan qiziqarliroq. Bu yerda sizni reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Nima deyapsiz? Hi. Hello. Is coffee came out? No, thank you. O'qigan odamlar. Kinolarda yurgandayman. Sinab qilib bugungi kunimiz tugadi. Ishlarni bitirdik va nihoyat uyga keldik va bu kimning uyi bilasizmi? Marsapalanka keldik. Shunaqa dasturxonlar bilan hali ham archa, yangi yil shukuhi bu yerda tugamagan ekan. Shunaqa qilib obuna bo'lishni unutmang. Bugungi kunimni sizlarga maksimal darajada ko'rsatishga harakat qildim.